yaxshi vichka tanlashni eng oson yo'li shunday vichkani oldiga kelasizlar. Shunga o'xshagan xohlasanglar oyna, xohlasanglar dispa yokida mana shunaqa duxovkalarni patnisini olasizlar. Mana shunda qo'ysanglar, bemalol shunaqa oynalarni ham, displarni ham ko'tarib tura olsa, demak vichka zo'r tortadi. Shuna mana. Olsanglar hech qanaqa magnit yo'q, kley yo'q. Yana bundoq qo'ysanglar, mana yopishib turibdi. O'chirsam oyna tushib ketadi, sinadi konkretning. Rostdan ham zo'r tortadigan vichka shunaqa yopishtirib qo'yadi. Bu vichkada polniy sensorli tablosi bor. Podsvetkalari ham moshniy LED lampa qilib ishlangan. Undan tashqari o'zini ochiskasi bor. Shu yerga bosgan paytingizda o'zini o'zi tozalalaydi. Filtrlari bafilniy bo'ladi. Ham qo'lingizga tekkizmagan holatda shunda o'ngga yoki chapga qiladigan bo'lsangiz, avtomatik ishlashni boshlaydi. Bu vichka vaqtida 1,5 million so'mgacha ham sotilgan. Motori polностью metallический bo'ladi. Hozirgi paytda bu modellar bor yo'g'i $79 qilib beraman. Qolib ketgan, o'tmay qolgan tovar deb o'ylamanglar. 3 yil ofitsialniy garantiyasi ham bor.